hammani rozi qilib yashashdan, lekin o'zingizni bir chekkaga surib yashashdan charchadingizmi? Yaxshi qiz sindromidan hozirgi video orqali birgalikda chiqamiz. Assalomu alaykum. Siz bilan oliy ma'lumotli psixolog, psixoterapevt Madina Muzaffarova, 20 mingdan ortiq o'quvchilarning o'qituvchisi. Hozir siz bilan yaxshi qiz sindromini kelib chiqishi sabablari, sizda u bormi, yo'qmi, simptomlarini va albatta yechimlarini ko'rib chiqamiz. Ketdik. O'zbekiston hududida barchamizni bir xil tarbiyamiz, metodikasi va mentalitetimiz hisobiga juda ham ko'p ayol qizlar necha yoshda bo'lishidan qat'iy nazar bugun yaxshi qiz sindromidan 0 dan 100% gacha qanchadir miqdorda hammada bor va hamma bundan aziyat chekmoqda. Yaxshi qiz sindromini siz qanaqa taniysiz? U o'ziga ishonchi past, har doim boshqalarni ko'nglini olishga harakat qilib, o'zini chetga suradigan, o'ziga yaxshilikni ravo ko'ra olmaydigan, pullarga, sovg'alarga ochila olmaydigan, juda ham chiroyli bo'lishiga qaramasdan o'zini chiroyli hisoblamaydigan, shuning natijasida erkaklarning e'tiboriga tushmaydigan, hayotini har sohasida o'zini yetarlicha emas, ya'ni недостаточно хорошая, kifoya emas hisoblaydigan, yutuqlarini har doim pastga uradigan va shu kabi holatlar orqali yaxshi qiz sindromini taniymiz. Endi aniqroq simptomlarini ko'rib chiqamiz. Sizda bormi yoki yo'q? Keyin nechtasi borligini izohga yozing. Birinchi asosiy simptomi bu qulaylik. Yaxshi qiz hamisha boshqalar uchun qulay, o'zi uchun noqulay. Ya'ni uni yurish-turishi, gapirishi, hayot tarzi, o'zini tutishi, hayotdagi rejalarini hattoki tanlashi hammasi avvalo ota-onasi, aka-uka, opa-singillari, qarindoshlari uchun, qo'ni-qo'shnisi barcha uchun qulay, lekin o'ziga kelganda o'zini xohishlari, o'ziga nima qulayligi, qanaqa kiyim kiyish, qaysi institutga kirish, qanaqa insonga turmushga chiqish, nimalarni orzu qilish, hammasi orqa planga o'tadi. Va mana shu o'zini qulayligini tanlashni yomon inson bo'lish deb hisoblaydi va aybdorlik hissida yashaydi. Ikkinchisi yo'q deya olmaslik. Yaxshi qiz har doim ha deshga intiladi, chunki u boshqalarning ko'zida yomon bo'lishdan qo'rqadi. Go'yoki yo'q desam, mendan voz kechishadi, menga nuqta qo'yishadi, tamg'a bosiladi va men hech kimga keraksiz bo'laman. Shuning uchun men ha deb hammani ko'nglini olib, hammaga rozilik bildirib, yaxshi ko'rinishim kerak degan fikrda bo'ladi. Keyingi simptomi bu boshqalar to'g'ri. Ya'ni hamisha har qanaqa vaziyatda boshqalar haq bo'lsa kerak, men nohaq bo'lsam kerak. Men aqlsizman, men hech narsani bilmayman, men nepravman. O'zi aslida yaxshi qiz sindromi ota-onaning munosabati natijasida shakllanadi. Bugun ota-onaga kirmaymiz, chunki bu ota-ona travmalari juda ham katta mavzu. Keyingi darsliklarda Xudo xohlasa gapirib beraman. Hozir faqat o'zingizdagi simptomlarni taning va shular bilan hozircha tezkor chiqish usullarini gaplashamiz. Keyingisi men yetarlicha emasman. Hamma sohada amali, pishirgan ovqati, qilgan darsi, boshqalarga qilgan yaxshiligi, hamma amalida yetarlicha emas, yetarlicha yaxshi qilmadim, bundan ham zo'rroq qila olardim, bundan ham yaxshiroq qilishim mumkin, bundan ham ko'p pul topishim mumkin, bundan ham kattaroq narsaga erishishim mumkin. Ya'ni hozirgi yo'lim, hozirgi amalim yetarlicha emas degan har doim o'zidan nedovolstvo bo'ladi, ya'ni mamnun emaslik bo'ladi. Keyingisi noqulayliklar haqida gapirishga qiynaladi. Masalan, deylik, taksida ketyapti, "Mana bu to'xtatib yuboring" desham, unga qiyin bo'ladi. Ya'ni qanaqadir boshqa insonga og'irligim tushyapti, noqulayligim tushyapti degan ma'noda. Yoki biror vaziyatda insonning gapini eshitgisi kelmayapti, gapini bo'lishga qiynaladi, to'xtatishga, ketib qolishga, har qanaqa nima deydi, boshqa inson yoki boshqa vaziyat unga tug'dirayotgan noqulaylik haqida bildirishga xijolat bo'ladi. Chunki boshqa insonni o'zidan ko'ra afzal qo'yadi. Keyingisi xohlash bu ayb. Ya'ni xohishlarga blok bo'ladi. Orzu qilish, qimmatbaho sovg'alar xohlash, chiroyli kiyimlar kiyish, masalan, brendli kiyimlar kiyish. Qanaqasiga bu isrofgarchilik, shuncha pulni qanaqa inson o'ziga sarflash mumkin, undan ko'ra ehson qilsa bo'lmaydimi? O'zi aslida ichida xohlaydi, biladiki, aslida yaratgan ehsonga ham pul berishi mumkin, brendli sumkaga ham berishi mumkin.
ikkalasini ham xohlash mumkin. Inson va butun dunyo ne'matlari biz uchun yaratilgan. Lekin yaxshi qiz sindromidagi inson, ayol qiz o'ziga shu narsani ravo ko'ra olmaydi. Oilasidagi erkaklari, otasi, aka-ukasi, eridan pul olishga qiynaladi. Ularning puli go'yoki bu uchun emas, o'zi ishlab topish kerak. Ya'ni jamiki xohishlari xuddi dunyoga zarar keltiradigandek o'ziga ravo ko'rishga qiynaladi. Eng katta simptom aybdorlik hissi. Yaxshi qiz sindromi hamisha aybdorlik hissida yashaydi va o'zi anglamagan holda eng birinchi o'rinda turadigan uni aybdorligi, men bu dunyoda yashayotganim uchun, tirikligim uchun kimdirlarga majburman. Ota-onamga, dunyoga, insonlarga to'lovim bor. Badal to'lashim kerak. Tug'ilganim uchun, nafas olayotganim uchun, yashashim uchun shunaqa hissiyot bo'ladi uning ichida va buni orqasidan jami vaziyatlarda kelin bo'lgandan keyin ham biror narsa sovg'a berishsa ham har qanaqa vaziyatda butun dunyoni oldida aybdorlik hissi bo'laveradi. Go'yoki loyiq emasman va menga bu narsa berildi, uni to'lashim kerak. Va umuman har qanaqa vaziyatda aybdorlikdan qiynaladi va o'zi tushunmaydi nimagaligini. Va oxirgi asosiy katta simptomlardan biri, o'zi bundan ham ko'p simptomlari, kimnidir rozi qilish evaziga o'zini muhim deb hisoblash. Ya'ni bu dunyoda o'rnim yo'q, keraksizman va faqatgina odamlarga xizmat qilish orqali, qaynona-qaynotamga, erimga, ota-onamga xizmat qilish orqali, ota-onamga uy-joy, mashina qilib berish, a'lochi qiz bo'lish, hammani rozi qilish, pul topib oilamni boqish, erimga yordam berish. Ya'ni hamisha boshqalarni rozi qilish, boshqalarga ipoteka qilish orqaligina men sevimli, kerakli, qadrli va muhim bo'lar ekanman. Boshqachasiga men kerak emas ekanman. Amalim meni faqat qadrli qilar ekan. Ya'ni amalim bo'lmasa, ko'rinishim bo'lmasa, yaxshiligim bo'lmasa, prosta tak inson sifatida hech narsasiz men qadrli emasman degan unda o'sha samatsennost yo'qligi bo'ladi, qadr-qiymat yo'qligi bo'ladi. Endi yechimlarga o'tamiz. Yechimlari bilasizmi, juda ham sodda, juda ham oddiy, lekin har doim men bu narsani shaxsiy konsultatsiyalarimda qizlarga aytganimda, ayol qizlarga, hattoki qaynonalar kelishadi, ularga aytganimda jim bo'lib qolishadi. Juda ham mana shu gaplardan keyin yengillik his qildim deyshadi. Umid qilamanki, sizga ham foydali bo'ladi bu gaplar hozir. Inson faktori va insonning yaralish faktorini tushunishimiz kerak. Birinchi o'rinda qadr-qiymatingiz, sizning samatsennostingiz bu dunyoga yaratgan xohish bilan kelganingizda. Shunaqa farzandlar bor, ota-onasi hattoki abort qilmoqchi bo'lgan, xohlamagan, hech kim kerak emas bo'lgan yoki detdomda qolgan bolalar bor, to'g'rimi? Yoki yana har xil. Ularning hammasi ham bu dunyoda kerak. Hammasini ham dunyoda o'rni bor, rizqi bor, iqtidori bor, roli bor boshqa insonlarning hayotida. Va siz birinchi o'rinda mana shu narsani tushunishingiz kerak. Siz ota-onangizga, eringizga, qaynona-qaynotangizga, jamiyatga hech kim kerak emas holatingizda ham bu dunyoda o'rningiz bor. Yaratgan uchun keraksiz, borliq uchun. Mana shu matritsada ichida sizni qanaqadir o'rgimchak to'rini ichida bitta kichkina joyda juda ham muhim rolingiz bor. Mana shu rolingiz yo'q bo'lib qolsa, siz yo'q bo'lib qolsangiz, 8 milliard insonning taqdiriga ta'sir qilar darajada, tabiat qonunlariga ta'sir qilar darajada sizni важный, muhim o'rningiz bor. Shu narsani tushunishingiz kerak. Va ikkinchi o'rinda yaratgan bizni inson qilib yaratibdi. Hayvon emas, parranda emas, ongsiz mavjudot emas, balkim ongli, tafakkurli mavjudot qilib va ularning ichida afzalrog'i ayol xilqatida yaratibdi. Ya'ni biz ayolmiz. Biz qonunchilikda ham, dinimizda ham, psixologiyada ham ayollar hamisha o'zini ojizaligi, nozik nafisligi bilan ustun, kerakli, sevimli va bu hayotni yoritib turadigan, rang kiritib turadigan, chiroy berib turadigan asosiy elementi hisoblanamiz. Shularni tushunib olishingiz kerak va yaxshi qiz sindromidan chiqishga eng birinchi qadamlar bo'la oladi. Keyingisi bir narsani o'rganishingiz kerak. Yomon bo'lishdan qo'rqmaslikni. Chunki hammamizning ichimizda shayton va rahmon bor, ya'ni yin-yang bor. Yaxshi va yomon tarafimiz bor, yovuzlik va yaxshilik. Va inson qanchalik farishta bo'lishga intilsa, idealni, hammaga yoqadigan qaysidir holat keladi
butunlay u qop-qora yovuz insonga aylanib qoladi. Nega? Chunki dunyo aslida hech qachon sizdan qoniqmaydi. Insonlar hech qachon sizdan mamnun bo'lmaydi. Chunki insonlar o'zidan mamnun bo'lmaydi. Siz u yoqda tursin. Shuning uchun siz o'zingizni yomon taraflaringizni, tеневой storonlaringizni, o'sha storonalaringizni qabul qilishingiz kerak. Har doim aytaman. Hasadim bormi? Da, meni hasadim bor, tan olaman deyish kerak. G'iybatchimanmi? Ha, men ora-orada g'iybat qilib turaman, tan olaman deyish kerak. Nafratingiz bormi kimgadir? Da, men shu insonni o'lgida yomon ko'raman, tan olaman deyish kerak. Chunki tan olmaguncha siz bu taraflaringiz bilan ishlay olmaysiz. Agar tan olsangiz va qabul qilsangiz, mardlarcha, ha, menda ichimda yaxshilik ham bor, yomonlik ham bor, lekin men yaxshi tarafimni tanlayman, yomon tarafim borligini inkor qilmayman deb turib, dunyoga o'zingizni boringizcha namoyon qilasiz va dunyo sizni boringizcha qabul qilishni boshlaydi. E'tibor bering, mukammallikka, perfeksionizmga, ideallikka, farishtalikka intiladigan ayol qizlar yo'lning oxirida har doim yomonga aylanadi. Har doim eng zarar kunanda insonga aylanadi hamma uchun. Chunki biz hech qachon mukammal va hammani ko'nglini ola oladigan darajada yaxshi bo'lmaymiz. Va eng oxirida aytardimki, o'zingizga har kuni oynaga qarab qaytaring. Man seni yoningdaman. Ya u тебя есть, ya u себя есть. Men o'zimda borman. Meni ota-onam tan olmasa, meni ota-onam oqlamasa yoki yonimda bo'lmasa, chunki hamma ham ma'qullamaydi deb seni har doim bilaman. Meni erim, qaynona-qaynotam, insonlar, opa-singlarlarim, do'stlarim, Instagramdagi haterlar, butun dunyo menga qarshi bo'lsa, sen nohaqsan deb tursa ham, har kuni xato qilsam ham, har kuni gunoh qilsam ham, men ojiz bandaman va men o'zim yonimdaman. Oynaga qarab, men seni yoningdaman deyishingiz kerak. Men uchun keraksan. Birga keldik, birga o'lamiz. O'zim bilan o'zim, ya'ni shu narsani o'zingizga ko'p qaytarishingiz kerak. Men o'zim uchun kerakman, o'zim uchun qadrliman. Borimcha xatolarim, kamchiliklarim, o'zimga ma'lum bo'lgan, o'sha ishlayotgan gunoh taraflarim, hammasi bilan o'zimni yaxshi ko'raman. Lekin ishlayman o'z ustimda. Mana shu narsani o'zingizga ko'p qaytarishingiz kerak. Bugungi yaxshi qiz sindromi mavzusi sizga foydali bo'ldi degan umiddaman. Bu aslida eng kichkina qismi, bu juda ham katta mavzular hisoblanadi, lekin men sizga tezkor va foydali bo'lishi uchun qisqa darsliklar qilyapman. Ushbu darsligimizni ko'ring, like bosing, obuna bo'ling. Boshqa darsliklarimizni ham albatta ko'rib chiqing, chunki eng yangi informatsiyalar kiritilgan. Biz Muhim ayol loyihasi doirasida yangi darsliklar ustida ishlamoqdamiz va yaqin orada oxirgi marta 2023-yil обновить qilingan, ya'ni yangilangan eng asosiy bestseller darsimiz, siz uni taniysiz. Mana shu darsligimizni yangi formatda bu yil ishlab chiqmoqdamiz. Unga jamiki mani kurs marafonlarim, jami bugungacha yig'gan mana bu yerimdagi informatsiyalar, darsliklar hammasini kiritamiz. Hozir u darsligimizga albatta qabul yopiq, chunki u hali ish jarayonida, lekin boxabar bo'lib turish uchun albatta meni ijtimoiy tarmoqlarimni kuzating va aktiv bo'ling. Demak, sizga yaxshiliklar tilab, Madina Muzaffarovna.